Assalomu alaykum. Chorvauz ferma obunachilari. Mana biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqoq qishlog'iga keldik. Ya'ni o'sha arzonchi Dilmurodjon akamizning xonadoniga. Bugungi sanamiz 29-yanvar haftaning payshanba kuni. Dilmurodjon akamiz musofirda ekan, o'shanga sekin chiqarmasdan ko'rsataveramiz. Adashgan bo'lsak, videoni boshidan uzr so'rab qo'yamiz. Karabka Hoji aka, rasa sizga bo'pti. Qarang, karabkalarini ko'r. Hoji aka, bitta molni baqas, bitta hojiga borib kelaverasizda. Aynan 3-4 oyda tayyor bo'ladi ondanda. Qarang, karabkalarini qarang. Limuzin. Karabkani qarang. Va. Bir donagina like tugmachasini bosib qo'yamiz, obunachilar. Mana gela boshi. Salkam 600 kg. Dastavkasi Buxorogacha 10 bosh buqamiz bor, 32 milliondan. Kami bor.